Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, amaliyotda turmushdagi har bir soat, har bir minut fursat bilan to'lgan. Maktabdagi har bir soatlik darsning o'zi bir fursat. Har bir qatimliq imtihonning o'zi bir fursat. Gazetda e'lon qilingan har bir xabar, har bir qatimliq savol setiqning o'zimi bir fursat. Ularning hammasi sening nazokating va adab diyonatingni, keskinliking va jasoratingni namoyon qiladigan, shundaqla o'zingning samimiy xarakteringni ifodalaydigan fursatlardir. Odamda iroda bo'ladi ekan, har qanday mushkulotni yengib ketalaydi. Qalbiga erishalaydi, kishilarmi undaq odamni alohida hurmatlaydi.